Salam, Özbekistan eli. Sizi yetip kelgen Orazi bayramı bilen kutlayarım. Ramazan ayında eden dua dilelerimiz, beret sadakalarımız, beyik Allah dergahında kabul olmanı arzu ediyorum. Oy, sizin elmiden mi yüzünüz gülsün? Elmiden mi yaxşılık size yar olsun? Sizi Beyik Türkmenistan devletinin adından Orazi bayramı bilen kutlayarım. Assalomu alaykum barchangizga. Bugungi hayit muborak bo'lsin. Yurtimizda tinchlik, farovonlik, shanarog'imizga baxt, salomatlik, irq nasibet tilab qolaman. Alloh yuragingizda mehr muhabbatga to'ldirsin. Yuragingizdagi, ko'nglingizdagi pok niyatlarimiz amalga oshishini tilayman. Bugungi hayit kuni bilan hammangizni Qoraqalpog'iston xalqi atынан qutlayman. Ey yurtdoshim, hayit muborak. Ey dindoshim, hayit muborak. Niyat qiling, orzular qiling, tilaklarga ko'milsin yurak. Dilingizda tilovat bo'lsin, niyatingiz ijobat bo'lsin. Eng muhimi bugungi kabi yurtimizda halovat bo'lsin. Assalomu alaykum barchangizga. Bugungi hayit bayrami hammangizga muborak bo'lsin. Yurtimizga salomatlik, tinchlik, shanarog'imizga baxt, salomatlik, irq nasibi olib kelsin. Yuragingizdagi barcha tilak niyatlaringiz amalga oshishini O'sha kun munosabati hayitli kuni bilan barchangizni Qoraqalpog'iston xalqi atынан qutlayman.